Qanday qilib Eron ulkan avianoslar va zamonaviy esminetslarga ega dunyodagi eng yirik harbiy dengiz flotiga qarshi tura oladi? Eronning strategiyasi Amerika bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashish emas. U asimetrik urushga tayanadi. Masalan, quyidagi holatni olaylik. Ikki fuqaroviy kema avianos yaqinida suzib bormoqda. Hammasi mutlaqo oddiy ko'rinadi. Lekin bitta tugmani bosish bilan yo'q konteynerning eshiklari ochiladi va ichidan raketa chiqib keladi. Bular Eronda ishlab chiqarilgan kemalarga qarshi raketalar bo'lib, hali ham jiddiy zarba berish quvvatiga ega. Shundan so'ng darhol past balandlikda uchuvchi dronlar to'dasi va yo'q kemalar ichida yashirilgan tezkor hujum qayiqlari harakatga keladi. Shuningdek, kichik suvosti kemalarni ham unutmaslik kerak. Bu suvosti kemalari bir vaqtning o'zida torpedalarni ishga tushira oladi. Qisqa fursat ichida bu hujumlar avianos zarba guruhining himoya tizimlaridan o'tib ketishi mumkin. Ular avianosni to'liq